Hayotda shunday olimlar borki, ular o'z kasbiga bo'lgan sadoqati, mashaqqatli mehnati va ilm-fan rivojiga qo'shgan salmoqli hissasi bilan atrofdagilar uchun namuna bo'ladilar. O'zlarining ilmiy meroslari orqali fan rivoji yo'lida tinimsiz izlanishlar olib borib, yuqori malakali yetuk kadrlar tarbiyalashda ham kattagina ishlarni amalga oshiradilar. Ana shunday ulug' fan arboblaridan biri Markaziy Osiyodagi ulkan morfologiya maktabining asoschisi, atoqli olim Komiljon Ahmadjonovich Zufarovdir. O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Beruniy nomidagi davlat mukofoti laureati, Chexoslovakiyaning Purkiniya nomidagi ilmiy tibbiy jamiyati, Bolgariyaning anatom, gistolog, embriologlar jamiyatining sharafli a'zosi, mamlakatimizdagi eng katta morfologiya maktabining asoschisi Komiljon Ahmadjonovich Zufarov 1925-yilda 1-mayda Toshkent shahrida dunyoga keldi. U yoshlik chog'larida zukkoligi va mehnatsevarligi bilan ajralib turardi. Assalomu alaykum. Mana biz hammamiz buyuk insonni, buyuk olimni, buyuk ustozimizni Komiljon Ahmadjonovichni 100 yillik arafasida turibmiz. Komiljon Ahmadjonovich juda katta buyuk inson edilar. Haddan tashqari. Bunaqa insonlar bir keladi. Bu inson shunchalik bitta kichkina sohadan, gistologiya kafedradan, gistologiya sohadan buyuk soha yaratdilar. Bu buyukliklari shunchalik yuqori darajaliki, butun dunyo tan oldi buni. Shunchalik mana 157 ta fan nomzodi chiqarganlar, 57 ta fan doktori chiqarganlar. Bular hammasi gistologiya fanini rivojlanish jarayoni nisbatan. Mana shu gistologiya fani o'sha vaqtda ham, hozir ham uncha nima desak bo'ladi, yuqori darajali fanga kirmas edi. Lekin domlamiz shu fanni shunday yuqori darajaga chiqardilarki, hamma klinisistlar, ya'ni tibbiyotni klinikada ishlaydigan olimlar kelib bizada ishlab ilmiy ish qilgan. Bu hammani qo'ldan kelmaydi bu narsa. Ya'ni bizani domlamiz shunchalik buyuk inson edilarki, mana shu hamma tibbiyotda bo'lgan fanlarni birlashtirib hujayra orqali bularni isbotlab, kasalligini, sog'ini, o'sha kompensator naqada yo'lanishlari, adaptatsiya deymiz, bularni hammasini yo'lga qo'yib, bular shunaqa bir fan qildilarki, bu fan natijada shuncha odamni ilmiy salohiyatini ko'tardi. Shu bilan birgalikda O'zbekistonda birinchi qatorlarda bular 1988-yilda открытие qildilar. Ya'ni bular zamonaviy yo'lanish orqali mana shu bolalarda qanchalik ichakda ham, bu buyrakda ham qanchalik so'rilish jarayonlarini yuqori darajada olib keldilar. Shuni tasdiqlab butun dunyo tan oldi shuni. 1942-yilda Komiljon Ahmadjonovich Toshkent davlat tibbiyot instituti talabasi bo'ldi. Ammo birinchi bosqichini tamomlashga ham ulgurmay, 1943-yili harbiy safarbarlikka chaqirildi hamda Kavkaz, Stalingrad, Ukraina, Moldaviya, Ruminiya shaharlarini ozod qilishda qatnashdi. 1945-yilda harbiy xizmatni tamomlagach, Komiljon Ahmadjonovich Toshkentga qaytadi va tibbiyot institutida tahsil olishni davom ettiradi.
1951-yilda institutni tamomlagach, Komiljon Ahmadjonovich Moskvada Markaziy psixiatriya ilmiy tadqiqot institutining patomomorfologiya laboratoriyasida aspiranturada tahsil oladi. 1954-yilda kandidatlik dissertatsiyasini, 1962-yilda esa doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Ustozlarining ilmiy g'oyalari Zufarov va uning boshchiligidagi Andijon tibbiyot instituti gistologiya kafedrasida 1955-57-yillarda hamda u tomonidan tashkil etilgan mintaqaviy tibbiyot ilmiy tadqiqot instituti patogistologiya laboratoriyasida 1957-61-yillarda, radiatsion sitologiya laboratoriyasida 1961-65-yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Men talabalik davrdan Komiljon Ahmadjonovich taniganman, chunki 4-kursdaligimizda domla Komiljon Ahmadjonov Zufarov rektor bo'lganlar Tashmiga. Ana o'sha davrdan bilaman. Shu kelishgandan keyin Komiljon Ahmadjonovichda bir g'oya paydo bo'ldi. Yangi institut qursak, yangi institut tashkil qilsak degan. Shuni borgan sari ko'p gapirib, harakatlarga kirishib, mana shu rayondan, shaharning chetidan, salqinroq joydan 80 gektar yer shuni endi har xil instansiyalardan o'tib, shu yerni olib, shu institut qurishga ruxsat olganlar. Moskvadagi xodimlar bilan birgalashib shu institut proyekt qurilgan. Shuni o'sha paytda kafedrada shu hamma maketlari bor edi institut. Katta joy olib, shu yerda talabalar yashasin, shu yerda o'qisin, shu yerda mana klinikalar bor, klinikalarda praktikovat etsin. Mana stadionda shu yerda bo'lsin, hamma narsa. Metro ham kelish kerak edi bu yerga. Shu Medgaradga kelgandan keyin shu yerda ham yashasin, ham o'qisin degan fikrda qilingan edi. U transportda foydalanish shart emas, bu yoqqa borish. Ana bu g'oyam bilan shu sekin-sekin mana shu institut vujudga keldi. O'sha yilda kafedraga har yil 5-6 kishi kamida yangi kelardi xodimlar va domlarning talablari bor edi. Kelgan odam tez kunda rasm olib, rasm chiqarishni o'rganib olish kerak edi. Bir. Ikkinchidan, u paytda kompyuterlar yo'q, mashinkada pechatlashni bilib olish kerak edi. Chunki maqolalarni o'zi yozish kerak bo'lgan borish uchun. Xo'p, keyin bitta qanaqadir kafedrada shu paytgacha yo'q bo'lgan, ishlatilmagan metodikalardan bittasini kiritish kerak edi. Mana 3 ta shu shartni bitirgan odam dissertatsiya boshlashga imkon yaratilardi. 1962-yildan Komiljon Ahmadjonovich Zufarov Toshkent tibbiyot institutining gistologiya kafedrasi, keyinchalik Toshkent tibbiyot institutining ilmiy tadqiqot klinik eksperimental biofizik laboratoriyasini boshqardi. Qisqa vaqt ichida olim institutning yetakchi laboratoriyalari va kafedralarining ilmiy salohiyatini ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari muammosini izchil o'rganishga jalb qilishga muvaffaq bo'ldi. Komiljon Ahmadjonovich ovqat hazm qilish a'zolari fiziologiyasi va patologiyasi muammolarini hal etish, patologiya va tajriba sharoitida ichki a'zolardagi kompensator moslashuv jarayonlarining struktura hujayra mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib bordi. Bu tadqiqotlarning natijalari uning monografiyalarida aks etdi. 1974-yilda muammoli ilmiy tadqiqot klinik eksperimental biofizik laboratoriyasi Markaziy Osiyo va sobiq ittifoq respublikalarining ilmiy markazlari uchun mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ilmiy uslubiy markaz sifatida tan olindi. Bu yerda olib borilgan laboratoriya tadqiqotlari nafaqat o'z vatanimizda, balki xorijda ham keng shuhrat qozondi. Bu laboratoriya organizmning deyarli barcha a'zo va sistemasini o'rganish bilan shug'ullanuvchi ilmiy guruhlar tashkil qilingan yagona markaz hisoblanadi.
Markazda turli soha mutaxassislari yuqori darajada tayyorlanishini ham alohida ta'kidlash lozim. Men aytmoqchimanki, Komiljon aka shunaqa domla edilarki, men 10 yil ishlagan paytimda shu 10 yil ichida juda ko'p ishlar qildik. Natijada men bitta bir odamiy fazilatini gapirmoqchi edim. Bular hech qachon ovozlarini baland qilib gapirmasdilar. Biza hammamiz mana shu ustozimizga shunday qaradikki, otadek qarardik. Mana shu shogirdlar shunchalik hurmat qilardiki, qayerda bo'lmasa ham shu domlani e'zozlab, ular bilan maslahat qilib, ular bilan bir fikr yuritib ish qilar edik. Meni taklif qilishdi kardiologiya institutiga ilmiy ishlar bo'yicha direktorning muoviniga tavsiya qilishdi. Domlaga borib maslahat qilsam, domla aytdilarki, men roziman. O'sha yoqqa boring, lekin bitta narsa men sizdan so'rayman dedim. Har hafta bo'lmasa ham 2 haftada bir marta sizga kelib, sizni maslahatingizni olib tursam yaxshi bo'lar edi desam, bemalol. Shu bilan men har 10 kun, 2 haftaning ichida kelardim domlada. Maslahat so'rardim, to'g'ri maslahat beradilar. Bu haqiqiy ustoz edilarda hamma tomonlama. Shu bilan birgalikda bularni katta bir fazilatlari, xususiyatlari shundan iboratki, odamlarni birlashtirish. Bu hammani qo'lidan kelmaydi. Domlar birlashtirib yuradilar bizani hammamizni. Hammamiz har xil sohadan bo'lardik. Mana stomatolog hozir gapirdilar, gerontologlar, radiologlar, boshqa. Biza mana kardiologiyani birgalikda ilmiy ish qilib, ko'p narsaga ega bo'ldik. Men aytmoqchimanki, bularni hammasini birlashtirib, domla shunaqa bir biofizik laboratoriya qildilarki, zamonaviy elektron mikroskop umuman O'zbekistonda birinchi marotaba olib keldilar. O'sha zamonaviy elektron mikroskop ko'p yangiliklar olib keldi. Shu bilan birgalikda domlaning yana bir xususiyati hech qachon esimdan chiqmaydi, yaxshi maslahat berish. Bu hammani qo'lidan kelmaydi. Domla shunaqa maslahat beradilarki, hamma qayerda bo'lmasa ham domlani eslab, maslahatlari orqali ko'p narsaga erishar edi yigitlarimiz, mana shu ilmiy xodimlarimiz. Xullas, men aytmoqchimanki, mana 100 yillikni tantana qilib o'tkazyapmiz. Buyuk insonni ko'pchilik odamlar chetdan ham hozir telefon qilishyapti, qachon nima qayerda bo'ladi. Mana 1-oyda Xudo xolasa biza 100 yilliklarini o'tkazamiz. Joylari jannatda bo'lsin, Xudo rahmat qilsin. Bunaqa insonlar kamdan kam bo'lib, O'zbekistonni bu faxri. Men o'ylaymanki, mana shu nuqtai nazardan biz ko'p narsaga ega bo'lamiz agar mana hozir shogirdlari, ko'pchilik, qarindoshlari, yaqinlari, ular hammasi shunga yaxshi ishtirok etyapti. Men o'ylaymanki, joylari jannatda bo'ladi, ruhlari shod bo'ladi. Rahmat. Turli soha mutaxassislari, sitologlar, gistologlar, biokimyogarlar, radiologlar, ayniqsa elektron mikroskopistlar tomonidan olib borilgan hamkorlikdagi tadqiqotlar jahon ilm fanini boyitish bilan bir qatorda ilmiy jamoatchilikda keng rezonansga sabab bo'lgan kashfiyotning amalga oshirilishiga zamin yaratib berdi. Komiljon Zufarov dunyoda birinchi bo'lib ona sutidagi oqsillarning ichaklarda so'rilishi va ularning keyinchalik chaqaloqlarning buyrak hujaylarida parchalanishi o'rtasidagi morfologik bog'liqlikni isbotladi. Bu kashfiyot yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ovqatlanishini tashkil etish va sog'lom avlod uchun respublika dasturini ishlab chiqishga o'zining ulkan hissasini qo'shdi. Har bir insonni
katta hayotga qadam tashlashida ma'lum bir insonlar sababchi bo'ladi. Jumladan 1971-yilda men institut bitirganimda talabalarni ish joyiga joylashtirish borasida Komiljon Ahmadjon Zufarov o'sha paytda rektor edilar, meni kafedraga taklif qildilar. Shu kundan boshlab meni hayotimda tubdan o'zgarish yuzaga keldi. Meni ustozim bo'lib, o'sha paytdan boshlab hozirgacha sevikli ustozim Komiljon Ahmadjon Zufarov bo'ldi. Komiljon Ahmadjon Zufarov gistologiya kafedrasida menga elektron mikroskopda ishlashni tavsiya qildilar. Va 10 yil davomida men elektron mikroskopda va ultra mikrotomlarda ishlab, ilmiy ishlarni boshladim. Domlami deyarli har kunidan, issiq sovug'idan, yurganlarida yonida bo'ldik. Men mamnunman. Men Komiljon Ahmadjon uchun 150-fan nomzodi edim. Mendan keyin yana fan nomzodlari ko'p chiqdi. Umuman olganda domlamiz bu bizga bergan beqiyos nasihatlari bekor ketgani yo'q. Komiljon Ahmadjonovich Zufarov tomonidan olib borilgan keng ko'lamli ishlar natijasida respublikada elektron mikroskopiya rivojlandi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, 1971-yilda Komiljon Zufarov hamkorlari bilan birgalikda dunyoda birinchi bo'lib a'zo va to'qimalarning elektron mikroskopik atlasini yaratishdi. 1971-yilda shuningdek olimning sa'yi harakatlari bilan o'quv atlaslari va amaliy qo'llanmalar ishlab chiqildi. Gistologiya original o'quv kitobi yozildi. Komiljon Ahmadjonovich Zufarov ijtimoiy va ma'muriy faoliyat bilan ham faol shug'ullandi. U Andijon tibbiyot instituti gistologiya kafedrasining tashkilotchisi va birinchi mudiri, mintaqaviy tibbiyot ilmiy tadqiqot instituti patogistologiya laboratoriyasi mudiri, O'zbekiston Fanlar akademiyasi yadro fizikasi instituti radiatsion sitologiya laboratoriyasi mudiri, shuningdek Toshkent davlat tibbiyot instituti gistologiya, sitologiya va embriologiya kafedrasini boshqardi. Toshkent davlat tibbiyot instituti rektori sifatida o'z faoliyatini olib bordi. Komiljon Ahmadjonovich Zufarov ulug' olim va ustoz sifatida ko'pdan ko'p shogirdlar tarbiyaladi. Uning rahbarligida yuzlab dissertatsiyalar himoya qilindi. Eng nufuzli jurnallardagi nashrlar 21-asrda morfologiyaning rivojlanish yo'nalishini belgilab berdi. Bugunga kelib uning shogirdlari sog'liqni saqlash sohasida mehnat qilmoqdalar. Iste'dodli inson har sohada o'z iste'dodini namoyish qilar ekan. Komiljon Ahmadjonovich Zufarov ham ko'p yillar davomida O'zbekiston ensiklopediyasining bosh muharriri bo'lib ishlagan. Uning rahbarligida 14 jildlik noyob asar nashridan chiqarildi. Olimning faoliyati e'tirof etilib, unga Beruniy nomidagi davlat mukofoti topshirildi. Shuningdek, u respublikaning Fan va turmush va boshqa respublika va xalqaro tibbiyot jurnallarining tahririyat kengashida ko'p yillar mobaynida faoliyat yuritdi. Komiljon Ahmadjonovich Zufarovning yirik olim va jamiyat arbobi sifatidagi faoliyati nafaqat mamlakatimizda, balki chet ellarda ham e'tirof etilgan. U ilmiy va ijtimoiy xizmatlari uchun 43 yoshida O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi etib saylandi. Hamda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi sharafli unvoniga sazovor bo'ldi. Toshkent tibbiyot akademiyasida 22-yili Zufarov Komiljon Ahmadjon nomli stipendiya tasdiqlangan. Shuning uchun yaxshi o'qiydiganlar, ilm bilan shug'ullanadigan talabalar shu medal beriladi. Komiljon Ahmadjon Zufarov nomlari. Mana buni asosiy ekzemplari.